orqa anal yormasa desam, kimdir yorma ovqat bo'ladi deb aytdi. Endi menimcha bu anal yorig'i deyish kerak shekilli. Orqa anal yorig'i. Shunaqa hojatdan keyin og'riq va xona tez o'tadi. Lekin asosan bemorlarni kuchini olib qo'yadigan narsa hojat paytidagi va hojatdan keyingi og'riq. Kimgadir jazilar simillagan og'riq. Asosan ko'pchilik odamlarda kuchli og'riq paydo bo'ladi. Shundan kasallar ham og'riqdan bezilib qoladi. Va orqa anal yorug'ini juda ham o'tib ketgan holatlarida orqa qisilib qolib, hatto hojatga chiqishga ham qiynalib qolishadi bemorlarimiz. Ya'ni kuchlanib chiqishga majbur bo'lishadi. Hozir hech qanday narkozsiz o'sha joyni o'zini muzlatib, lazerda kuydiramiz qolamiz. Shunday. Qanday qilib navakang ro'may bo'lish mumkin deyishyapti ko'pchilik. Yo'q, biz superkang ishlatamiz. Superkang sal navakangga nisbatan kuchliroq va og'riqni kamida 5-6 soat ushlab turadi. Lazerda kuydiriladi. Ko'pchilikka savol tug'iladi. Torayib qolgan bo'lsa qanday kengaytirasiz deb. Orqa muzlatilgandan keyin orqa hech narsani sezmaydi. Orqani kengaytirish uchun menga o'xshash apparat bir 5 daqiqa qo'yiladi. Muskullar spazmi shunda bo'shashib, sog'lom odamga o'xshab qoladi.